Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Asadbek Avazovich. Baxtiyorus Akademiyada 3 yildan beri biologiya fani o'qituvchisi sifatida faoliyat yuritaman. Hozirgi kunda talabalarimiz, ya'ni o'quvchilarimiz uchun bir qancha milliy sertifikatlar va xalqaro sertifikatlar joriy qilingan. Bugun sizlar bilan birgalikda shulardan biri, ya'ni A-level imtihoni bilan to'laqonli ma'lumotlar berib o'tamiz. A-level imtihoni o'zi nima va uning qanday ustunlik jihatlari bor? Keling shu haqida gaplashib o'tamiz. A-level imtihoni Cambridge Assessment Higher Education tomonidan 2025-yilda O'zbekistonga kirib keldi va unga ko'ra A-level imtihonidan B+, A va A+ olgan barcha talabgorlar OTM imtihonlariga to'laqonli rag'batlantirish asosida qabul qilinadi. Ya'ni ular aynan shu fan bo'yicha hech qanday imtihon topshirmaydi va to'liq ballga ega bo'lishadi. Ikkinchidan, A-level imtihoni 1750 ta universitet, shu bilan bir qatorda Top Higher Education tomonidan kiritilgan top 20 talik universitetlarga ham bemalol o'tadi va o'quvchilarimiz chet el universitetlariga ham bemalol topshirsa bo'ladi. O'zi bu kimlar uchun va necha yoshdan boshlab buni topshirish kerak degan savolga javob beramiz. Bu sertifikatni barcha o'quvchilar topshirsa bo'ladi. A-level imtihoni faqatgina 11-sinflar uchun, AS imtihoni ham bor, bu 9 va 8-sinflar uchun qo'l keladi. A-level imtihoni demak 11-sinflar uchun bo'ladi va bunda olingan ballar 3 yil muddatgacha o'tadi. Bu orqali esa barcha universitetlarga topshirish mumkin. Yana qandaydir xalqaro sertifikatlar to'g'risida ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi izohlarda qoldirsangiz, keyingi videolarimizda ma'lumotlar berib o'tamiz.